juda ham zo'r. Bu bilan effekt tamoman boshqacha narsa bo'ladi-da. Mana qarang, zarralarga bo'linib ketgandan keyin barglarni orqasini mana o'girib, orqa tarafidan sepishingiz shart emas ekanda. Bir xilda ketaverasiz, o'zi zarralar yashirin nuqtalarga aylanib yetib borar ekan. Assalomu alaykum hurmatli dehqon bog'bonlar, kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun biz Toshkentdamiz. Mana bu apparatga qiziqib qoldik. Juda ham dehqon uchun rosa ham foydali ekan. O'shaning uchun sizlarga ham tavsiya qilmoqchiman. Bu apparat haqida qisqacha bilganlarimizni aytib o'tamiz, buni o'zimiz bilan olib ketamiz va sizlarga ham tavsiya qilamiz. Bu apparat do'stlar Xitoyda ishlab chiqarilgan, lekin Yevropa standartlari asosida. Ya'ni aslida bu Amerika, Kaliforniya uchun ishlab chiqarilgan. Bilsalaring, Kaliforniyada dehqonchilik, ayniqsa uzumchilik juda rivojlangan. Aynan Kaliforniya uchun ishlab chiqarilgan apparat Toshkentga kelib qopti. Sizlarga ham yetadi, xudo xolasa, kimga kerak bo'lsa nomerlarini qo'yamiz. Buni afzalliklarini aytib o'taman. Shunga qarab siz xarid qilishingiz mumkin. Sizda bog'ingiz bormi yoki poliz mahsulotlaringiz bormi? Undaqa qulpnay teplitsalaringiz bormi? Bu apparat bilan siz pulingizni bir baravar tejaysiz va hosildorligingizni, ya'ni обработка qilishni effektini 2-3 baravarga oshirishingiz mumkin. Qanday? Hozir buni sepyapmiz, ko'rishingiz mumkin. Mana bu nasatkasini juda ham kichkina teshigi 3 xil направленияda sepadi. Buni ключi bor o'zini, qo'lda ham deb burab положениесini o'zgartirsa bo'ladi. Bunday qilib. Mana shu положение bizga ma'qul bo'ldi, chunki yoyib sepadi. Sepganda kichkina zarrachalarga bo'lib separ ekan. O'shanda masalan ba'zi apparatlar o'zimiz ishlatamiz, napori juda ham kuchli. To'g'ri, nima qiladi? Napori uzoqqa boradi, lekin kichkina zarralarga bo'lmaydi. Shuni evaziga sepgan dorimiz to'g'ri boradi, barikka tegib oqib tushadi. Natijada arqalarini yo biz yonidan yoki tagidan yo u tomonidan sepishga to'g'ri keladi. Bu bilan bir xilda sepib ketaverasiz. O'zi o'sha yashirin nuqtalarni topib borib, barglarni ham orqasiga o'tib, o'sha kichkina ko'zga ko'rinmaydigan hasharotlarni o'ldirishga yordam beradi. Bu do'stlar, aytganimizdek, dori 100 ming so'mlik deylik dori ishlatmoqchi bo'lsangiz, bu bilan 50 ming so'mlik dori ishlatasiz. Va bu zaryadga qo'yasiz. Hozir buni to'liq qanday taqiladi, qanaqa ya'ni ustunlik tomonlari bor ko'rsatib beramiz. Mana bu xuddi branjilet taqqanday qilib, qarang, belidan ham taqasiz, ko'krak qismidan ham bog'ichi bor. Bu o'zi sig'imi 8 litrlik bo'lgan bachoga bor. Mana shu sig'im, ya'ni 8 litrlik suv sizga 16 litrlik, ya'ni qorishma dori sepgandek effektini beradi. Apparatimizni ko'rishingiz mumkin. Hozir buni akamizga taqib ko'rsatamiz. Yaqinroq keling. Mana, juda ham oson. Taqqaningizdan keyin o'zingizni jasadingizga qarab mana tortib qo'yasiz. Qanchalik bo'sh yoki qattiqligini o'zingiz belgilaysiz va mana bu ko'krak qismidagi bog'ichni ham o'tkazib qo'yasiz. Buni ham keng tor qilsa bo'ladi. Bu nimaga yordam beradi? Orqangizdagi yukni yengillashiga yordam qiladi. Ya'ni yuk faqatgina yelkangizga tushib, yelkani og'ritmaydi, balki ko'krak qismiga, belga bog'langanda hamma tana a'zosiga yuk tushadi. O'zi og'irligi ham hech qancha og'ir emas, 8 litr. Va materialiga ahamiyat bering. Bu materiali asosan mana issiqlarda qolishi mumkin, oftoblarda qolishi mumkin. Juda ham mustahkam pishiq materialdan ishlanganini hisobiga sizga ancha yil xizmat qiladi. Mana bu yerda batareyasi bor, mana. Buni olasiz. Juda ham kompaktniy qilib ishlangan. Mana kichkinagina lition batareya, akkumulyator. Zaryadga qo'yganingizda bir zaryadka bilan kun davomida foydalansangiz bo'ladi. Zaryadi ya'ni yetadi. Kamida 6 soat deyilgan. Va bundan tashqari buni qatirib qo'yganingizdan keyin mana bu yerda
zaryadi qancha qolganini ko'rsatib turadi. Deylik 20, 60, 80, 100. Va siz dorini sepib bo'lganingizdan keyin mana bachogini sekingina olib, bunga yana suvni to'ldirib, yana joyiga o'z holida qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Juda ham kompaktni qilib ishlangan va mana bu remen qismlarini taqiladigan joylarni qarang, yaqinroq kelib ko'rsating. Mana gubkadan qilingan, odamga botmaydi, juda ham udobniy qilingan. Mana bu ruchkasini esa bu yerda joyi bor. Mana bu yerga xohlasangiz qadab olib, dalshi yo'lingizda davom etib ketishingiz mumkin. Mana shunday qilib qo'yasiz. Qo'lga ham og'irligi tushmaydi. Bundan tashqari mana bunaqa xaltachasi bor. Biroq asbob anjomlaringizni ichiga, ya'ni barsetkaga o'xshagan narsa solib olib, buni ham ilib olib ketaverasiz. Buni qulayliklarini aytdik do'stlar. Qanchalik mana bu shilanglarni ham bu yerdan bitta burab chiqarib olish mumkin. Osongina chiqadi. Juda ham xavfsiz qilib ishlangan ekan. Yana nima deymiz? Ya'ni nomi Victory Innovation, ya'ni Victory g'alaba degani ekan. Xo'p, mana bu yerda knopkasi bor. Knopkasini bossangiz yonadi, o'chirsangiz o'chadi. Mana sepganda yana bir bor ta'kidlab o'tamiz do'stlar. Xuddi tumandek qilib separ ekan. O'shanisi juda ham yoqdi. Ya'ni ayniqsa mana uzum daraxtlarga sepamiz-ku bizlar. Uzum daraxtlarini oradagi barglarini, arqalarini hamma joyiga yetib boradi. Bunga ya'ni tajribali bo'lgan bog'bon bo'lish shart emas bu dori sepish uchun. Masalan, dori sepishda agar bir joyga ko'p pishib sepib qo'yilsa, o'sha yerda kuydirishi mumkin. Ko'p sepilgan natijasida. Bunda esa ko'p sepilishda iloji yo'q. Ya'ni sepganingizda faqat bir joyga emas, hamma joyga tarqalganligini evaziga bunda o'shaning uchun tajribasiz dehqon ham bemalol dori sepsa bo'ladi. Agar sizda bog'ingiz yoki mana bunaqa issiqxonalaringiz mavjud bo'lsa, mana shu apparatdan foydalaninglar. Chunki bunaqasi, ya'ni Yevropa standarti asosida qilingan bunaqa apparatlar har doim ham bo'lavermaydi. Bo'lib ham bu eng ilg'or, ya'ni uzumchilikda eng ilg'or bo'lgan Kaliforniya shtati uchun chiqarilgan apparat ekan. Biz mana oldik, sizlarga ham tavsiya qilamiz. Tojikistondan kimga kerak bo'lsa, u kishilar ham murojaat qilishi mumkin. O'zbekiston bo'ylab dastavkalar xizmatlari bor, pastda raqamlar bor. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Agar videomiz ma'qul bo'ladigan bo'lsa, like bosib qo'yinglar, foydali bo'ladigan bo'lsa va kanalimizga obuna bo'lishlaringiz bepul. Salomat bo'linglar.